Ay, açık qilib to'q qo'rdiq yeb kelamdik ya. To'q qo'rdig'i? Ha. Ochiq qilib. Ha. Xo'sh ketganda. Men ochiq yemasam, o'zingiz nima o'ylaysiz kajmo? Ay, amisa to'q kavop yeb kelaylik. To'q kavopmi? Ha. Voy taq tunugun taq to'q kavop yedingiz-ku. Amischa qarang. To'q qant yeb kelaylik, qoqlab pishirganlik. To'q qantda? Hı? To'q qantni oldin kun akirpagandim men. Voyjon. Sizni og'zingizdan to'qidan boshqa gap chiqmaydigan bo'lib qoldi-ku. Ya bir munda qo'y go'shi, ha? Kol go'shi deysiz hamda. Osh go'shlam shunda yaxshi. Voy. Kavop yeb kelamdik ye. Voy, o kal qo'ylar yo'g'on tursa, uning ustiga namna dasab yuriydi-da ular. O'ylasam faqat yegim kelmaydi. Ha, kal qo'ylar namna dasab yuriydi. Undan sizning uydagi to'qlarning hammasiga mas qilishga yig'iz qo'yamsizlar? Nima? Ha. Voyjon. Qana qilmasamdi? Va biz sizda paqat qanday qilsak ular? To'laysiz albatta. O'jon. Rafiqa bir hafta yig'ilgan mashinamni nima ish qilyaptingiz? Men to'lamdim taqa. Ha. Va bu meni xatomiz, men nimda to'layman? Sizning xato. Sizning xato bo'lg'achqa to'laysiz. Hey. Men Mada kilovatsam siz ishlik dasab o'tib ketgan bo'lsangiz soqolmaydi mashina. Ay, siz qatnash qoidasini bilamsiz, bilmamsiz? Udul kelgan mashinaga yandan o'tgan mashina yo'l berdi deganini bilmamsiz? Va yo'l bermay menga bersin buldi dey buni. Bo'lmaydi unda qilib, to'lagandim mashinamni. Rost to'lamdim. Ha, to'laysiz. Men to'layim shunami? Ha. Men ha? Ha. Unda o'z saqchi kelib bitirib qilsin. O'g'il oltirib kichikgina ishlar saqchini chaqirib juramsiz. Bo'llar o'zimiz kirish olaylik, o'zimizning yeni o'zimiz bitirib qilamiz ya. Aşağı qilamdi? Ha. Ha, bo'pti. Aydanga keniga yondirgan mashinangizni yondirgan ha. Qatnash qoidasiga diqqat qilinjimi bunga mashina deganda? Mashina qalayqa so'qmang unda bo'lsa. Tecaman keldinglar. Chanlab ishliq. Tishlasam tecaman keldinglar. Yaxshi. Ko'pchilar bo'lib turgandi. Yaxshi. Tuqqanlarga salom aytdingiz. Rahmat, salomat bo'lsin. Bizim barimizda beriplamidi o'xshatlar. Ha, hech qisi yo'q ukamda sizlar aldirash, xizmatinglar shunday aldirash bo'lgan ekan. Ha, beka vaqt topqa vaqt berib, unda bir tuqqanlarni yo'qlab, jutni ko'rib kelmamizlar. Barimiz, işte bir o'ylagan, chuqur bir barimiz. Qani, mana yurchilar dag'ashtiringlar. Tomoq tayyorlab qo'yganman, birdan kiray. Ha, ma'qul. Vay. Ma uyning ichi boshqacha chiroyli ichib turjima. O'tgan qitim kelgan vaqtda butun tomlarni oqlab qo'yib qo'yibdi ekan. Qara, chilanrang ana, bezaklar shunday chiroyli yolishibdi ana. Pardalarning esimida. Haydaqsi, qarangma qo'lda keshtilgan gul kejmi? O rasmda bu. Yo'q, bu ham qo'lda keshtilgan gul. O rasm o'xshaydi qoptiman men taxa. Voy yo'q. Mening bu shunda bir chiroyli keshtilani uyga isvog'im batdi. Voy, uni jutqaga vaqtda qilolasan uni. Voyjon, siz doim shunda deyotgansiz. Besep bo'ldi aka. O nima bo'ldi? Ha, tomoq tayyorlab qo'ygan, Aha. necha tugabdi. Qattiq qapamanglar to'g'ri buguncha men uyning oldida tomoq o'xshagan bir oshxona bordi. Shu yerga mehmon qilay. Atlik rim necha gapasa, uyda o'qishib tomoq etmaymanmi? Bo'ldi. Hech qisi yo'q. Men mush xotin nima tomoq etmas, shuni yap kunab qilgan. Bo'ldi. Mechi samay etilgan. 15 koy ama yarsan aylandırma. 15 koy. Ha. Yarsan aylandırgan gap. 15 koy ya. Oy bu aylanıp bakmam sizleme. 15 koydan aylandırdım ama yarsan aylanışınız 15 koy. Defka mı? 15 koydan aylandırdım qanda? Aylanıp bakam sizler. 15 koy? Ha 15 koy bir adam 15 koy. Nimin 15 koy aka? Ama yarsan olmamda. Yarsan 15 koydan aylandırdım ha. Yersen 15 koy. Ha deyme. Bütün yarsan deb qilsa fikama dengiz, okean, qita, hammasi qetilib ketdi 15 koy aylansa. Aylanıp bakalım. Aylanıp bakalım ya. Aylanib baqamsizlar? 30 koy mu aka? 30 koy pul chiqar fikam. Aka, pul. Yaşam aylanıp kelmem doq. Iyisi mana. Aylanıp aka olsa?
Qanday aylanib qilmaydi ekan? Ikkidan aylanmasam men ziyon chiqmamda. Qanday qilib bunday olsa? Qo'yam bir yerdan topilmas, andan ikkidan aylangan kishi bormi dedi. Yani bir adam Ha. qilib O'zinglar bir şey qilib tepinglar bir şeydan biz. Ne, bo'lmasa bir şeydan o'tib ketib qolgandan bir chiqaydi chiqib. Yani bir adam nereden tapamız bilmem. Kız olsun bulam da ka? Hamdov kam deyman. Tutab qarsigan qizil qavul deb o'tmaymiz. 15 kundan yarasharni aylanayapmiz yarasharni. Hey, yaxshimisiz qizcha? Ha, yaxshiman. Va yarışan aylandigan ish paket tutanga? Ha? Yarışarni, tuttu yarışarni. Yarışarni? Ha, ashta ish bor. Chaqvatamsizlar. Az degan 3 adam aylandik ha. Ha. Şu aşkı biz ikki azu qaldıqcha şu aşkı sizmi qo'shilsangiz birga yarasha aylanay degan to'q. Nat unda qishpa odam Voy, chaqchaq mushakni aylantirib. Bu chaqchaq emas. Jos mishad ashta ish olib tursam, o'tiraversam aytgan yoqqa chaqchaq o'tiramiz dedi. 15 kun aylantirmiz emasmi? Yarasharni aylansizlar dedi. Aylan bakamsiz birga aylanayli. Nech pul? 15 Ya kun. bo'ldi men sizniki bilan berayday ya. So'ng akamina. Endi 3 oydan bo'ldi, endi bir aylanamdi. Ay ver tutinglar bundan. Ha, mermi? Tushadimi? Ha, ashay berib tutinglar. Şey kuraylı ya. Aylandı Xudo aka. Aylanamiz hozir. Xullas boshlaymiz. Ha, mana. Oğlum 15 kun turmushda odamlar qanday aylantiradi? Ha? Ha? Voy, sarangmi usmayasiz tunimsa? Ha, dada. Ha. Voy, shu men qiz do'stim bilan ko'rishgan ekan. Ha. Sen nima ish qilsa? Men mashina ko'ratamsan dada? Nima mashina? Mercedes? Ha. Voy, jinim dada, bu Mercedes bajjiq. Voy, amma og'aylarim Lexus aytibdi, Lexus olib dada menga. Ha. To'xta, men qiz do'stim so'rab qo'ya. Lexus bo'lamdi jinim. Ha, buldi. Ha, bo'ldi deydi. Qachon tanishding? Bugun tanishgan qiz bo'ladi, dada. Voy, o'tib bora. Ko'p qilib. Ka, men yomon chatga chiqqanman-ku. Bek chiqqanman. Ha, bek chiqqanman qarama. Qarashga olaman sizga. Ha, to'xtaman men za qanday qilsam siz men rost yaxshi ko'raman qilsam sizga. Gipozg'uchu qara, osmondan loy yoqqanmish. Aka, ben sen bu şişe geldim sıralayma. Doktor bana ko'rapsiz. Bakın. Mangala seni öpkende su, börkünde taş varken. Doktor, üçüyümde kum bo'lgan bo'lsa, bir oy bitirgan tiqa. Tam o'xshayotgan meni ha? Ha. Ana, etiga apam telefon qilibdi. Shtutdan sen men telefon qilibdi. Bu qachon tursa bekatlar yurish deyman. Bir eski qo'llarimni tashlab yaxshidan bo'lsam bo'lmanda. Qara, men shu mijozini o'ng'itib, o'zini so'g'itib, yaxshidan bo'ladigan. Men aytgan radioda eskidan o'tyaman degan bir naqshni anglab qoldim emasman. Adaş, şu taşbaqını 100 yıl ömür gördü o deydi ki. Bürküt mü 80 yıl ömür göreymiş danla. Bu çaşkan neçe yıl ömür gördü kanda? O adaş müşkülün sağlık balıkçı mı? Artık çay diyeyim ki ya ben. Ben çok köyünü öpüyorum ha. Hey, bir çaygı mı yiyin kiyim giysen sen? Toy döküngü mü yiyin kiyim giysen? Ölem yettimin nazır çırakkı mı yiyin kiyim giysen? Bir yerde bir katlaş vakası okuyatsı, eşeğe mi yiyin kiyim giyip alsam? A, şikabını iç bak ha, sap. Ne senin kiyimin olup tuşup getipti deydi. Oy, o işkartı giyimlerimden hepimizden ben beldiler körüp oğan tutsa. Çota koptu cuma. Bana, şikabını içip bütün kiyimlerini çamadan kısa da. Bu da. Kene gep verimsiz? Yok. Ama belden küçük etimiz. Canım, biz toy qolum bir yılda işip kaptı. Nereden toy qılıp, nemden istedim? Bu bir yıl jarayonida men his qilgan narsalar nihoyatda cho'nqur. Bo'lib shu har oylik olgan maoshimning faqat yetmayotganligini his qildim. Haydatsi.
keşke çıkakman dersini köreyvermeyin. Balamızın bir müzikiden terbiyelep koyaylı. Doğru dediniz mi? Ne? Nime terbiyelemez? Muş zamanla, maslaşka. Real ügütüp koyandık ya. Rüya? Ha, Aşı rüya mı? ha. Vazir diyen bir yüzümü koyun aşırı rüyalar var. Allah sözcü. Bunda olsa. Sıkırıpçasın mı ya? Skripka? Ha. Koston. Çavatkan skrip bulan bawa seks 10 ming koy deymezler. Dakılda. İşim okumaydıgan boğandı ki bala. Azatın başlap yaptı. Adira. Hem de mapuk raktı. Ne çizişini yüklendik ya. Balamız padıcı bitti. Ondan sonra ne gütmez? Pul ketmeydiganlara sıkırt işini ügütüp koyun. Öydeki 20 min pulunu ne yapadınız? Ağıyla bir yaptı da. Yandırıp ekledim. Bana gerek yok kaldı. Tapamızsa mı ne? Bunda topamayırdınız. Vay o ağıyla çıray apresiyyası kılgan. Bu çırayını apresiye koyduğun ilkin. Ben emez. Xotum tapama jüriydi onu.